Bugun kameraga qarab gapirish challenjini 16-kuni hamma g'alati, cringe deydigan ishni nimaga ataylab qilayotganim haqida tushuntirib beraman. Xo'p, sizlar bor video olish boshlasam, odamlar kulib menga nimaga videoga olyapsan, tirnovka qilsang bo'lmaydimi deyishadi. Va nimadir bo'lib yana video olish boshlaganimda ular seryozni qabul qilishmaydi. Ya'ni bo'ladigan ish qilsang bo'lmaydimi deyishadi. Lekin odamlar buni tushunmaydi. But it's okay. G'alati bo'lishi mumkin. Mana shu men kuchim deb o'ylayman. Ya'ni meni o'zgartirmoqchi bo'lgan narsa. I mean, everything is cringe until it works. Hammaga o'xshab o'ylashimiz, farqli bo'lish uchun harakat qilaman va bu challenge shu uchun boshladim. Ya'ni o'zimni o'zgartirish. Ya'ni men ichimda nimadir bor, yonib turgan nimadir bor va men o'sha narsa ishlashiga umid qilaman va bu hayotimni tez orada o'zgartirib yuboradi degan umiddaman.